Biz 3-bor Nerchevika narxlarini hozir ko'rsatib o'tmoqchimiz. Manzil bu qilingan narsalar Jalaquduq tumanida qilingan. Sherzod akalar bilan hozir necha pulga tushgan hamma narxlarini shu fason qanchaga tushadi ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum aka. Salom sizlarga. Bu aka qanaqa fason necha pulga bitgan? Bu fasonimiz balasina gulli deyiladi. Bu fasonimizni hop narxiga keladigan bo'lsak, mana ustunimiz metrdan tashqari hisoblanadi. Donasi 500 ming so'm. Shu turdagi bo'lsa? Ha, shu turdagida bo'lsa. Bundan arzonlari ham bor, oq bo'ladi va 400 ming so'mdan bo'ladi. Bu endi metrdan tashqarida bo'ladi, aksessuar hisobida. Uy egasi xohlasa, pulga sotib olib, apel o'rnatib beradi. Eng arzoni 400 mingdan boshlanadimi? Ha, eng arzoni 400 mingdan buyog'i 100 dollargacha. 100 dollargacha bor ekan. Mana gulimiz bor. Bemalol. Bu ham alohida, buning donasi 45 ming so'mdan. Buni uy egasi o'zi sotib oladi. Bitta shu komplektmi yoki bir dona o'zimi? Yo'q, mana shu bir donasi o'zi. Endi qarang endi. Mana o'rtadan hisob qilaylik. Mana guli yo'q. Mana shu o'zi 1 metr bo'ladigan bo'lsa, bo'yi 90 bo'ladi. 450 ming so'm. 1 metr 450 ming so'mdan bitadi. Hamma narsasi o'zimizning. Ichida. Qo'shiladigan narsasi faqatgina bunisi. Keyin 4 ta nimalar ekanda? Ustunlari. O'ziga havola. Uni qo'ydirmaymiz desam, mana 50 metr ichidagi ustuni mana qoladi. Oddiylari. Xo'p, demak, umumiy shu yerga qancha necha metr ketgan? Qanchaga bitgan? Bu yer 8 millionga bitgan. O'sh mashturish. 4 ustun, ichida yana nechtalar ham mo'ylov, ana gullar bor. 11 tami tushgan. 4 ta ustun. Endi o avvalgi joyimiz, mana bu oysimon joyimiz bor. Bu yerlar to'g'risi jicha, misol uchun hozir 450 mingdan qilingan bo'lsa, bu yerimiz 500 ming bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu yerda asli zinama bir xilda qilib dukamiz. Qayerish kerak ekanda bu joyda? Hop, endi qayergacha o'rnatib berish mumkin? Yo'l kirasini kelishsak, xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab boramiz. Chet ellarga ham o'tiraverasizlar, Qirg'iziston, o'zi qo'shni mamlakatlarga? Chiqamiz. Chiqasizlar. Xudo xolasa kelishilgan holda chiqamiz. Hamma narsasini o'zingizlar olib borasizlar. Olib boramiz. Mana shu Andijondan o'zimizdan olib o'tamiz. Andijon ichi bo'lsa bepulmidi? Andijon ichida dastavkalari bor ekan. Qolgan viloyatlarga kelishgan Namangan, Farg'ona, Qo'qon shaharlarigacha dastavkalari bepul ekan bu qo'shimcha tarzda. Garantiyalari qancha deyapti sizga? Garantiyamiz 10 yil. Mana shu tubamiz, mana shu yerdan boshlandi. Chekkacha 10 yil ichida zaynab kelsa, qayer bo'lishidan qat'iy nazar almashtirib beramiz. Xo'p, 2 yil servis xizmati bor. Mana gullarimiz, bundan suvarkasidan sinib ketsa, 2 yil servis xizmat qilib beramiz. O'ziga 10 yil, 2 yil servis xizmati mabodo chiqib ketadigan bo'lsa, shunaqa ekan. Suvarkasidan ko'chib ketgan joyi 2 yil servis xizmati bor. Hozir boshqa lokatsiyalarda ham ko'rsatamiz aka? Ha, hozir boshqa fasonlarda ham ko'rsatamiz. Video davomida sekin keyin hali kataloglar ham bor-a? Katalog bor. Kanallarga joylab boryapsizlar? Bor-a kanallar ham? Kanallarimiz bor. Tepalarga qo'yamiz kanalda, o'sha yerga kirib bemalol turli xil fasonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Tanlab shu yoqda desanglar, uylarga moslab sekin qilib berishaveradi. Endi boshqa joyligini ham bitta ko'rib qo'yamiz xudo xolasa. Bu videoda davomi va ikkinchi qismi xuddi shu Nerchevikadan tayyorlangan, faqatgina boshqa joyda, boshqacharoq fasonda. Bu nisbatan oddiyroq fason bo'ladi yoki deyarli bir xilmi? Bu fasonimiz arqon gulli deyiladi. Boyagi hozir ko'rsatgan fasonimizdan bu arzonroq. Haligi eng prostoydan sal balandroq fasonimiz bu. Bunda bunisi boshqacharoq, qararoq bo'lar ekan. Splashnoy burama gul, arqon gul deyiladi. Bu splashnoy bo'ladi. U narginimizda ikkala bo'yni arqon bo'lib turib, o'rtasi sara bo'ladi. Xo'p, bunda lekin nimalar yo'q ekan-a? Yo'q, bunda hech qanaqa ustunlari yo'q ekan. Yo'q, uni ustunlari bor. Buni o'zini ustuniga anaqa aksessuar sharigini qo'yib qo'yganmiz. Bular alohida hisoblanadi. Ha, bularimiz alohida bo'ladi. Necha pul? Donasi 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan har bittasi hisoblanadi. Har bittasi 40 ming so'mdan. Keyin bunisi hisoblanadi. Buni goldligi 45 ming so'm. Mana bu Nerchevika oq ranglari 40 ming so'mdan bo'ladi. 5 ming so'm farq qilar ekan. Oddiysi bilan goldligi. Hop, bularni metri qanchadan bitgan? Buni usta aka buni qadalgan narxini chiqaramiz 300 ming so'mdan. Metr kvadrati 300 ming so'mdan. Kvadrat emas, metrga yuradi. Mana shu ikkala o'ralib 1 metr deylik, 300 mingga bitadi. 300 mingga 1 metri bitar ekan. Hamma yo'g'i bilan, yo'l kira, ichida boshqa. Namangangacha yo'l kirasi ichida. Namangan, Farg'ona, Andijon. Qo'qon,
Anjonni ichiga o'sha narx. uchta Dovonni bo'ladiki. qo'shadigan bo'lsak, o'sha narxiga qo'shiladi. Yo'q, narxiga qo'shilmasin, Anjon narxida qilib bersin deydigan bo'lsa, yo'l kirasini kelishamiz, borib Qoraqalpog'istongacha borib o'rnatib beraveramiz. Bo'ldi, dahshat. Bu yer o'zi qancha metr bo'lgan? Qanchaga bitgan? Xo'p. Bu yerimiz 20 metr bo'lgan, 6 millionga bitgan. 20 metr 6 million. U 6 millionga mana shu shariklarni qo'shib olaveradi o'zi. Alohida shariklar hisoblangan ekanda. Ichidagi gullarni ham hisobladimi yoki ular ichidami deganmi? Yo'q, u ham metrdan tashqarida aytdim, mana shu sharigi bilan bular metrdan tashqarida. Uyda egasi xohlasa sotib olib o'rnatib oladi. Biz o'rnatib beramiz, xolos, foydalanmaymiz. Xo'p, manaqa temirlardan hali qanaqa yaxshi taraflari bor? Nima uchun buni o'rnatish kerak? Buni Shuni yaxshi ko'rsatadi. tomonini aytdim, buni yaxshi tomoni ko'p. Temirni olib kelasiz, bitta usta olib kelasiz. Unga sovarka apparat deysizmi, ular hamma narsasini olib berasiz temirni. Buni hech narsasini olib bermaysiz, shunda joyini o'lchaymiz. Agar uzoqda bo'ladigan bo'lsa, o'zlari joyini o'lchab turib, Telegramdan bizga zinasini, rasmini tashlaydi. Fasonni kelishib olamiz, biz hamma yo'g'ini olib boramiz. Pulini ham oxirida sanaveramiz. Mana shu vodiyga. Boshqa joyga bo'ladigan bo'lsa, zakat tashlash kerak. Ha, keyin nargilarni bo'yab turish kerak. Unga ham rasxod ketadi. Bular qancha nima zanglamaydi? Bu zanglamashiga 10 yil garantiya. Ha, 10 yil ichida umuman rasxod bo'lmaydi ekan. Yo'q, umuman Arttirilsa bo'ladi. Kirasi qilmaydi, boshqa qilmaydi. Ular hamma narsasi shart-sharoiti o'zida. Biz mana shu bit chizamiz, mana shular suvarka. Ko'pchilik kiraska deydi. Bu kiraska emas, bu polirovka qilinadi bular. Mana hammasi polirovka bo'lib chiqqan bular. Yiltiramiz bir chekada. Ular xudo xolasa ishimizga ham, materialimizga ham javob beramiz. Hech narsa bo'lmaydi. Bitta yomon tomonini aytib qo'yamiz, shu zanglamasligi uchun uyda egasini o'ziga ham bog'liq. Xlor tegizmaydi bunga. Himikat suvlari bormi? Sodali suv, pila, shunaqa narsalarni yuvib qo'ymasanglar bu zanglamaydi. Lekin shunaqa narsalar tegsa, 1 soat ham garantda bermaymiz. O'sha narsalarni bitta ogohlantirish sifatida odamlar o'rganib oldi, qo'yib olganlar ham bir qator bo'lib olishdi. Yaxshi bo'ldi bu tarafdanmi? Yana ko'pchilik yana qanaqa savollar berishi mumkin? Bu masalan nerjaviga mustahkamligiga ko'pchilik aniq qiladi. Bunday karetda bu qarasa bu nima deydi? Yupqa ko'rinadi bu narsa. Bu ular narsa emas, o'ylaydigan narsasi yo'q mana. 80 kilo besim bor. Mana. Demak, bolalar chiqib o'ynar ekan. Ha, bemalol bolalar chiqib o'ynab buni. Mana bu bitoni zo'r bo'lsa, ko'p yil xizmat qiladi. Mana qilt etmayapti. Salkam ancha bo'lib qoldi buni qo'yganimiz. Keyin yana nimalar yasab berish xizmatinglar bor ekan bundan tashqari? Misol ko'pchilik shunaqa so'raydi, lekin misol bir kelganda hamyonni qildirib ketay deydigan odamlar ham chiqib qolishi mumkin-ku. So'rta yasaymiz. So'r yasaymiz. Posudomoykalar yasaladi. Stul bor. Ambarlarimiz bor. Ishxonamiz bor Andijonda. Nima zakaz qilmoqchi bo'lsa, qilib beramiz. Shu temirda yasalishi mumkin bo'lgan hamma narsa deyarli. Temirda nima bo'lsa, Navishlar ham ketaveradi. ketaveradi. Navishlar ham menimcha anchagina chiroyli chiqsa kerak. Oddiy temirga nisbatan. Kazilo qilamiz dorixonalarga. Ha, tepa zontiklar. Varishlar qilib beraveramiz. Xo'p, yana kataloglari bor. Shu Telegramda o'tib ko'rib yoki lichniy bog'lansanglar ham bo'laveradi. Keyin shu uylar dizayniga mosroq qilib, misol uchun shunaqa rang bo'lsa, go'ttilardan qo'yib bir chiroyli qilsalar bo'ladi-da. Endi nisbatan anchagina arzonga tushar ekan hozirgi holatda. Bemalol Telegramdan yozaverasizlar yoki telefon qilsalar ham xudo xolasa alohida doimiy. Telefon nomerlar, WhatsApp, Telegram nomerlarimizni yozib qo'yamiz, xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Instagram ochilmadi hali? Instagramimiz ham bor. Bo'ldi. Ularda ham sekin linklarni pastga joylab qo'yamiz, kirib hamma joyda kuzatib tursalar bo'laveradi xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib ketsanglar bo'laveradi. Akalarimiz ham xudo xolasa javob berib turishadi.